Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan eFootballda 13500 coinsga 4 ta epik ushlashga harakat qilamiz. Bular kimlar? Neymar, Marcelo, Ronaldinho, Kaka. Shu 4 tasini ushlashga harakat qilamiz. Agar 13500 coinsdan qolgani ortib qolsa, ertaga payshanbaga Patrick Vieira beriladi deyapti. O'sha Patrick Vieira uchun qolganini asrab qo'yamiz. Hozir o'yinga kirib olamiz. Mana o'rtoqlar, o'yinga ham kirib oldik. Men nimaga hozirgi 4 ta o'yinchini sanab o'tdim? Chunki hozir meni komandamni ko'rishingiz mumkin. Hujum chizig'im yaxshi, защита ham yaxshi. Menga sentralniy o'yinchi kerak. Shu Ronaldinho bilan Kaka tushsa, sentralniy o'yinchiga qo'yaman. Neymar tushsa, mana shu chap qanot hujumga qo'yaman. Marcelo tushib qolsa, endi u omadga bog'liq. Защита o'zi 5 ta yo 6 ta защитнигim bor. Shuni o'zi yetib ortadi. Manda Neymarni mana kartasi bor. Bu kuchaytirsa 101 bo'ladi. Ko'pchilik mana shuni o'zi yaxshi o'ynaydi deb aytishadi. Men bilmadim, hozirga chiqqan kartasiga qiziqyapman. Qani ochib ko'ramiz o'rtoqlar. Kontraktga kiramiz. Hozir Ronaldinho bilan Kaka pakida 147 ta o'yinchi qolgan. Mana 3 ta o'yinchi ochib ko'rganman, lekin bular orasidan hech kim tushmagan menga. Hozir menga asosan shu Ronaldinho kerak. Kaka agar tushmasa, Kakani ham olmasam ham bo'ladi. Qani boshlaymiz. O'zi bitta usul bor, shu usulni qo'llab ko'ramiz o'rtoqlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ichiga kirib turib 16 17. Ozgina ushlab turamiz. 900 coinsni 20-30 sekund ushlab tursa yetadi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. 13500 coinsga men 900 likdan 15 ta usha olaman. Bu ikkita pakdan normal natija olsa bo'ladi degan o'rtoqlar. Bismillah. Bormi? Birinchi 900 talikda biz hech kim ushlamadik o'rtoqlar. Qani bitta bosib ko'ramiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bismillah. Qani. Yaxshi. O'rtoqlar hozir kimdir tushdi. Qani. Kafu tushdi. Yaxshi. O'rtoqlar hozir Kafu tushdi bizga. Endi Kaka bilan Ronaldinhoni berish qiyinlashib ketmasa bo'lgani. Bormi? Bunda ham hech kim tushmadi o'rtoqlar. Tavakkal bosib ko'ramiz, qani. Yaxshi o'rtoqlar, yana kimdir ushladik. Hozir agar Ronaldinho bo'lsa, to'xtatamiz o'rtoqlar. Ronaldinho bo'lsa, to'xtatamiz. Iltimos. Kaka. Yo'q, Ronaldinho o'rtoqlar. Yaxshi. Gap yo'q, Konami. O'rtoqlar, endi bemalol narigi kartaga o'tsak bo'ladi, chunki hozir menga Kaka unaqa ham shart emas. Bunda ham xuddi shu usulni qo'llab ko'ramiz. 15. Bismillah. Yo'q, bo'ladi. Ne pakket bosib ko'ramiz bitta. 900 dan. Hop. Marcelo tushdi o'rtoqlar, yaxshi. Bizda ancha yaxshi bo'lgan bu o'rtoqlar. Lekin bizga nima kerak? 3 4 5 6 7 qani. Neymar. Wow, o'rtoqlar ketma-ket. Agar Neymar bo'lsa, to'xtatamiz ham. Ertangi kelgan Kaka saqlaymiz qo'shamiz. Voy. Yo'q, ish o'rtoqlar bizga. Mana bizdan azob bo'lmoqchi. Neymar beradi. Yo'q, o'rtoqlar. Neymar. O'rtoqlar hozir. Yana 5 marta uchun qoldi. O'rtoqlar, ham omadimizni ishlatib qo'ydikmi deyman.
Yaxshi! O'rtoqlar, mana Neymar o'sha olmas epik. Oxirigacha tushmasa kerak deb o'yladim, lekin gap yo'q. Unamiga rahmat. Lekin coinsimiz sal kamroq qoldi.